Jonli qo'ng'iroqda sevimli boshlovchingiz Go'zal Izzatovna. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Fotimaxon onajonim, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Avvalambor onajonim, bugungi unutilmas ayyom payg'ambarimizga ummat bo'lgan tavallud kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat qizim, rahmat. Rahmat sizga ham onajon, umringiz uzoq, tanu joningiz sog'-omon bo'lsin, oila a'zolar va qalbga yaqin insonlar baxtiga doimo o'zingizni ehtiyot qilib yurishingizni tilab qolamiz. Rahmat qizim. Ayni daqiqalarda onajonim tinglab borayotganingiz bu Tabriklar TV teleradio loyihasi hamda kamina mana shu loyihaning boshlovchisi Go'zalxon bilan jonli tarzda muloqotda bo'lib turibsiz. Rahmat. Bizning loyihamizga onajon aynan bugungi tavallud ayyom, shodiyonali kunlaringiz munosabati bilan sizni qutlash, muborakbod etish maqsadida loyihamizga yaqin bir insoningiz tomonidan sizga o'qib eshittirishim kerak bo'lgan ajoyib bir tabrik xatlarimiz bor qo'limda. Sizningcha ushbu tabriknomalarni va dil izhorlarni yaqin insonlaringiz orasidan aynan kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Men asal qizim, bu Dilnoza qizim yo'llagan bo'lishi mumkin. Albatta, onajon adashmadingiz. Juda ham to'g'ri javob berdingiz. Mana shunday quvonchli kun bilan sizni juda ham yaxshi ko'rib qadrlovchi bitta-yu bitta mehribon qizingiz Dilnozaxon opamiz nomlaridan hamda jamiki mehribon farzandlaringiz va qadrli turmush o'rtog'ingiz sizni ushbu unutilmas kuningiz, tavallud ayyomingiz bilan chin qalblardan samimiy muborakbod etib qoldilar. Rahmat. Go'zal qizim, bundan ham go'zal bo'lavering siz ham. Minnatdormiz. Sog' bo'ling. Rahmat kattakon. Tabriklar bilan charchamang, iloya ishingizni omadingizni bersin. Rahmat kattakon, ilohim aytganingiz kelsin. Va onajonim, bu hali hammasi emas, ijozat bersangiz mana shunday mehribon qadrli farzandingiz qizingizni siz tomon o'rin olgan ajoyib unutilmas bo'lgan tabriknomalarni va dil izhorlarni sizga o'qib eshittirsak maylimi, bizni tinglay olasizmi? Mayli qizim, mayli. Minnatdormiz. Diqqat qilasiz unda. Chiroyingiz gullar naslidan, go'zallikning naqshisiz ona. Qolishmaysiz bahor faslidan, siz hammadan yaxshisiz ona. Assalomu alaykum mening eng aziz insonim. Qadri bebahoyim, tengsizim yerdagi jannatim. Gullar ichra rayhonim aziz jannatim onajonim. Bugungi quvonchli kun, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Umringiz uzoq, tanu joningiz sog'-omon bo'lsin. Bunaqangi yoshlarni shukronalik, quvonchli ayyomlarni ko'pini nishonlab yuring. Allohimning menga bergan ne'matlaridan biri. Men sizni shu qadar qattiq yaxshi ko'ramanki, hatto buni shunchaki so'z bilan ta'riflashga til ham ojizlik qiladi. Boringizga shukrlar bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz bilan men sizni chin qalbimdan muborakbod etaman. Sizga mustahkam sog'lik, bitmas tuganmas baxt, iymon hamda kuch-quvvat tilab qolaman. Allohim sizni doimo o'z panohida asrasin. Dadajonim bilan birgalikda qo'sha qarib biz farzandlar va yaqinlar baxtiga doimo sog'-u salomat bo'lib yurishingizni va qayta hajlarga borib hoji ota, hoji ona bo'lib yurishingizni yaratgan Allohimdan tilab qolaman. Onajon, men sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Bugungi quvonchli ayyom, tavallud kunlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. Kaftimga to'kildi durdagi duolar, iltijoga to'lgan yer va samolar. Kechir o'tgan bo'lsa mendan xatolar, onamning jonini og'ritma Robbim. Bir umr men uchun duoyi jonda, uningdek mehribon yo'qdir jahonda. Tun u kun yolvorib so'rayman sendan, onamning jonini og'ritma Robbim. Onam xasta bo'lsa olam zimiston, dunyoda yurmakka qolmaydi imkon. Sajdadan boshimni olmayman ishon, onamning jonini og'ritma Robbim. Boshimga ne ko'lsa o'zingdan ko'rgum, ming birla sinovingda sabrla turgum. Borsam senga borgum, senga yolvorgum. Faqat onamning jonini og'ritma Robbim deya ushbu ajoyib bo'lgan tabriknomalarni hamda dil izhorlarni loyihamizga sizni juda ham qattiq yaxshi ko'rib qadrlovchi mehribon, qadrli bo'lgan farzandingiz, qizingiz Dilnozaxon opamiz hamda yaqin oila a'zolaringiz va mehribonlaringiz ushbu unutilmas bo'lgan tabriknomalarni aynan siz tomon yo'llab qolibdilar onajon. Rahmat kattakon. Ertalabdan buyon tabriklarniki uzilmayapti. Hammasi sog'lik, salomatlik tilayman. Har doim birga bo'laylik, yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin.
Onajonim salomat bo'ling. Mana shunday mehribon farzandlar va yaqinlar baxtiga doim o'zingizni ehtiyot qilib yurishingizni, umringiz ziyoda bo'lishligini tilab qolamiz. Xudo xohlasa, keyingi yillarda yana mana shunday yaxshi kunlarda diydorlashishlik nasib aylasin. Salomat bo'ling onajon. Rahmat qizim, sog' bo'ling. Dilnoza qizim ham kuyovim Jamshidjon bilan qo'sha qarasin. Bolalarini kelin qilsa, kuyov qilsin. Har doim yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Mani baxtimga sog' bo'lsin shular ham ilohim. Albatta, ilohim aytganingiz kelsin. Rahmat sizga ham. Salomat bo'ling onajon. Rahmat qizim, rahmat, charchamang.